Tushda tovuq ko'rishning ta'birlari. Ibn Sirinning ta'kidlashicha, tushdagi tovuq xizmatkor xodim yoki kanizakdir. Tushida tovuqni sotib olganini yoki birov unga berganini ko'rsa, kanizak sotib olishini yoki xodimni ijaraga olishini bildiradi. Tushida haddan tashqari ko'p tovuqlari borligini ko'rsa, amal va rahbarlik topishiga ishoradir. Tushida tovuq go'shtidan yeganini ko'rsa, uning miqdoricha xodimlardan ne'mat topishini bildiradi. Agar jo'jani so'yganini ko'rsa, farzandi yoki g'ulomining yoxud kanizakning farzandi birorta baloga duchor bo'lishini bildiradi. Kirmoniy aytadiki, tushida tovuq tuxumini topganini ko'rsa, uyda qiz tug'ilishi yoki xodimlardan mol topishini bildiradi. Jobir Mag'ribiyning aytishlaricha, tushdagi tovuq chiroyli ayol bo'ladi. Tushda oq tovuq olachpor tovuqdan yaxshiroqdir. Tushida uydagi tovuq xo'roz kabi qichqirganini ko'rsa, noxush so'z eshitishini bildiradi. Ismoil Ashasning aytishlaricha, tushdagi tovuqning jo'jasi 3 narsani bildiradi: chiroyli ayolni, kanizakni, xodimni. Tush ta'biri bashorat emas, barcha narsani bilguvchi yagona zot Allohdir. Ko'rgan tushlaringiz ta'birini bilmoqchimisiz? Unda kanalimizga obuna bo'ling.